Kechki tomoqni yemay o'riqlasak, bir oyda qancha kilo o'riqlig'i bo'ladi? Sizning mush bir oyda qancha kilo o'riqlashni nima o'ylaysiz? Mush bir oylam. Bir oydan keyin siz yo'qolib ketasiz shundaymi? Siz yo'q bu dunyoda. Bir oydan keyin qancha kilo samirib ketasiz, qanday qilib ketasiz, uni bilan qaringiz yo'q. Mush bir oyda qancha kilo o'riqlashni qo'yda bo'lasiz? Bunda 7-8 kilo o'riqlaysiz desa, boshlaysiz-da. Ama 3-4 kilo o'riqlaysiz desa, boshlamaysiz. 3-4 kilo uchun o'zimni qiynamayman deb. Sizning xiyolingiz mush bir oyliqlam. Kechki tomoqni yeyish yoki yemasliklam. Bundan men deb beray. Kechki tomoqni yesak qanday bo'ladi? Birinchisi, kechki tomoqni yemasangiz o'riqlaysiz. Chunki siz bir kunda bir vaqt tomoqni oz yedingizda. Ama qanchaga vaqt davomlashtira olasiz kechki tomoqni yemay? Kechki so'rinlarga boramiz, o'ltirishlar bo'lib qolar. Aman qaytib kelay kechki tomoq yeydigan odatingiz. Men bir umr kechki tomoq yemay manganlarni ko'rib boqmaganjimi? Shular kechki tomoq yemay o'riqlaymaydiganlarning g'albi qilganini ko'rib boqmagan. İkincisi, kechki tomoqni yemagingiz rost. Ama 8-9lar 10lar bo'lganda, ma'lum kechki tomoqni yemedim, ama qo'sqin sal ichib, azroq nay yeb oldim. Azroq pechenye yeb oldim, meyve yeb oldim. Bu sizning ko'nglingizda o'sha lag'man, polo, samsa degandek ismi bor bir narsalarni yesangiz, tomoq yegan barobar, bir narsa yegan barobar. Non yeb olsangiz, pechenye, pryanik, meyvelar yesangiz, u hech nima yemagan barobarmi? Siz tomoqdan sirt narsa yesangiz, bir nima yemedim deb o'ylamsiz? Nim foydasi bo'ldi? Kechki yemay, uni o'rniga texnik xatarlik narsani yeb olganingiz. O'zingizni oldimga, hey, 3-poying poshi. Hey, 3 soat 12da yeb bo'lib tomoqni. Degan nashliqcha bir nima yemay kim chiday oladi uzun vaqt? Hech ish qo'shaqmaydi, bir kunda ko'ngil etishmi qo'shaqmaydi. Shundaqmi? Turmushga xizmat qo'shaqmaydi, oilaning ishlari qo'shaqmaydi. Chunki qo'saq osh tursa boshqa nima ish qo'shaqudi odamga. Siz mush 12dan bugun soat 12dan degangacha hech nima yemay chiday olamsiz. Aman bir kuni chiday olmay, siz eng kontrol qilgingiz bor. Oshi narsalarni, xatarlik narsalarni burunqidanmi jixaydigan bo'libsiz. Poying, poshi, ilaqa osh, ilaqa chidamaylik cho'l jazirada kun-kunlab tomoq yemagan odamdek vash manda yeydigan bo'libsiz. Tomoq yegan